Assalomu alaykum azizlar. Hozir men sizlarga bitta zo'r narsa tavsiya qilmoqchiman. Bu reklama emas. Sababi bilasizlar, men syomkalarda ko'p yuraman, montajlarni ham ko'pini o'zim qilaman. Asabim ketdi, nervimni bo'lib qoldim. Uyquni vashcha halovat yo'q. 4-5 ta yotaman, zo'rg'a 7-8 ta turgan ishga ketaman. Xullas, ichki organizmimni juda qiynab qo'ydim va menga koreyskiy mahsulot bunaqa Chiyon tabletkalarini tavsiya qilishdi. 100% tabiiy, O'zbekistondagi barcha tekshiruvlardan o'tgan va bu tabiiy. Men hozir buni bittasini 1 oy davomida ichib, hozir men yana bu narsaga zakaz berdim. Mana yangi korobkalarda kelgan. Sababi men har doim birinchi o'zimdan o'tkazib, keyin tavsiya berishni ko'raman, chunki bilib bo'lmaydi. Bu reklama emas, to'g'risi mana bunaqa bir dunyo ichimizdagi kasalliklar, har xil vitamin yetishmovchiliklari bo'ladi, bilasizlar. O'shani hammasini to'ldirib beradi. Hozir men buni sanab o'tirsam, stories 4 ta, 5 ta, 6 tagacha olib ketish mumkin. Chunki rosa ko'p. Xullas, tavsiya beraman. Sotib olinglar, 1 oy ichinglar, shunaqa natija ko'rasizlar. Xullas, menga juda yoqdi. Telefon raqamlarini pastda qoldiraman. Telefon qilib, bemalol dostavka qilib yoki borib olib sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.